Jallaka. Jallaka. Nima deysan? Singlingiz kechasi kirib kelyapti. Ishdan kelyapman deb. Nima seni boshqa qiladigan ishing yo'qmi? Seni tinch qo'y. Meni jonim achigandan gapiryapman. Erta-indin to'yi bo'ladigan qiz. Qorong'igacha nima qilib yuradi? Senga nima deyapman? U yerda endi ikkita katta akasi bo'lib, yarim kechasigacha ko'chada yurishi. O'chir ovozingni. To'g'risini aytyapman. Nima? Men ham bitta narsani bilmasam, gapirmasam kerak. Bu bilan nima demoqchisan? Gapir. Shunchaki singlizga qattiqroq turing demoqchiman, xolos. Nima, to'g'risida tavba qildim. Voy. Assalomu alaykum aka. Shu paytgacha qayerda yuribsan? Ishdan chiqib, Kimni mashinasida kelding? Men sendan so'rayapman, kimni mashinasida kelding? aka, nimaga menga baqiryapsiz? Bilib qo'y. Yana bir marta uyga kech bo'lganda keladigan bo'lsang, menda yaxshilik kutma. Hoy, nima bo'lyapti? Nega bunga baqirasan? Shu paytgacha qayerlarda yuribdi buningiz? Nimaga begona mashina olib kelib tashlayapti? He, bu gapni qayerdan olding, o'g'lim? Ha, bugun uchrashuvga chiqish kerak edi. Bo'lajak kuyov bilan uchrashdi. O'sha olib kelib tashlab ketgandir-da. Bilib bilmasdan turib seningni bekorga xafa qilding, bolam. Oyi,